Assalomu alaykum, hurmatli matematika darslari kanalining kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan original savollar bazasining 39-savollarini yechimlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, f(x) funksiya berilibdi, quyidagilarni topishimiz kerak. Buning uchun biz mana bu f(x) funksiyani bir soddalashtirib olishimiz kerak. Soddalashtirish uchun berilgan f(x) funksiyani x kvadratga bo'lib olaman. 4-si minusdan 2x kubi plyusdan 2x ning kvadrati minus 2x plus 1 ni bo'lib olamiz ekan x ning nimasiga? Kvadratiga. X kvadratga bo'lib olganimizda x kvadrati minus 2x plus 2 minus 2 taqsim x plus 1 taqsim x kvadrat qolyaptimi? Endi teng x kvadratdan 1 taqsim x kvadrati yonma-yon olsak va mana bu ikkalasidan minus 2 ni qolsin tashqariga chiqarsak, bu x plus 1 taqsim x qoladimi? Qo'shilgan nechisi bo'lyapti? X bo'lyapti. Endi xo'p, mana bu narsani keltiraman yana x plus 1 taqsim x ning qavs kvadrati ayrilgan 2 deb. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, ayrilgan 2 bilan mana 2 miz qisqarib ketgandan keyin bizda qolyapti minusdan 2 qavs ichida x plus 1 taqsim x ning kvadratining o'zi qolyaptimi? Bu demak f(x) funksiyani ko'rinishi keldi. Mana. Endi bizdan so'rayapti, mana bu ifodani qiymatini toping deyapti. Birinchi men f(1 plus ildiz osti 2 ni hisoblab olaman. Ketdi. 1 plus ildiz osti 2 qo'shilgan 1 taqsim 1 plus ildiz osti 2 ning kvadrati ayrilgan 2 qavs ichida 1 plus ildiz osti 2 plus 1 taqsim 1 plus ildiz osti 2 ekan. Buni irratsionallikdan qutqarib ishlaydigan bo'lsak, 1 plus ildiz osti 2 qo'shilgan ildiz osti 2 minus 1 ni ko'paytirsak, suratda ildiz osti 2 ayrilgan 1 paydo bo'ladi. O'shani kvadrati ekan. Ayrilgan 2 qavs ichida xo'p, ham xuddi shundayda 1 plus ildiz osti 2 plus ildiz osti 2 minus 1 da o'zi ekan. Birlar nolga aylanib ketdi. 2 ildiz osti 2 ning kvadrati 8 bo'ladi. Ayrilgan 4 ildiz osti 2 ekan. Endi f(1 minus ildiz osti 2 ni hisoblaymiz. O'rniga qo'yamiz. 1 minus ildiz osti 2 plus 1 taqsim 1 minus ildiz osti 2 ning kvadrati. To'g'rimi? Ayrilgan 2 qavs ichida 1 minus ildiz osti 2 plus 1 taqsim 1 minus ildiz osti 2 ekan. Xo'p, teng bu qavs ichida irratsionallikdan qutqaradigan bo'lsak, buni minusni qavsning oldiga chiqarib qo'yadigan bo'lsak, ildiz osti 2 plyusdan 1 bo'ladimi? O'shani kvadrati ekan. To'g'ri yozib o'tishmasa. Minus chiqaryapmiz va ildiz osti 2 plus 1 ni ko'paytiryapmiz. Minus 2 qavs ichida bu ham xuddi shunday. 1 minus ildiz osti 2 minus ildiz osti 2 minus 1 ning o'zi ekan. Xo'p, qavsga yorganimizdan keyin bundan ne chiqadi? 8 chiqadimi? Minusdan endi plyusdan bo'ladi bu. 4 ildiz osti 2 bo'lyapti. Bizdan nima so'ragan? Ikkalasini yig'indisini so'ragan ekan. Endi ikkalasini qo'shib qo'yamiz. Ya'ni 8 minus 4 ildiz osti 2 ga qo'shamiz 8 plus 4 ildiz osti 2 ni. Natijamiz 16 ga teng bo'ladi ekan. Endi birda aytyapti, o'sha f(x) ni 0 ga tenglab ishla debdi. f(x)imiz bizda x plus 1 taqsim x kvadrat minus 2 qavs ichida x plus 1 taqsim x midi? O'shani 0 ga tenglab ishlaymiz ekan. Endi nima qilamiz? Bu yerda umumiy ko'paytuvchi x plus 1 taqsim x ni qavsdan tashqariga chiqarib olsak, x plus 1 taqsim x minus 2 teng 0 bo'ladi. Alohida 0 ga tenglaydigan bo'lsak, x plus 1 taqsim x ni teng ekan 0 ga, x kvadratimiz minus 1 ga. Bunda bo'sh to'plam bo'ladi. Bunda x kvadrat minus 2x plusdan 1 teng 0 bo'ladi-da, x'imizni chiqadi faqat 1 chiqadi ekan javob. Nima degan savolda?
tenglamaning nechta turli haqiqiy ildiziga ega deb demak mana bitta ekan. Bo'ldi shu. Ikkinchi misol. Hop, kartalar tekstligida y1 va y funksiyalarimiz berilyapti. Unda mana a nuqta berilyapti ekan. A nuqtaning kartalar a yu b, o'shalarning kvadratlari yig'indisi 144 ga teng. AL va AKlar kesmalar mos ravishda a nuqtadan y1 va y2 masofalarda, ya'ni y1 va y2 to'g'ri chiziqlargacha bo'lgan eng yaqin masofalar ekan. Hop, M va N nuqtalar A nuqtaga mos ravishda K va L nuqtalargacha simmetriyagacha bo'lgan nuqtalar. Ikkinchi misol. Kartalar tekstligida y1 va y2 funksiyalar berilyapti ekan. Ularni o'rtasidan A nuqta olinyapti. O'sha A nuqtadan hop y1 va y2 gacha bo'lgan masofalarimiz teng ekan. Hamda o'sha A nuqtaning kartalari kvadratlarining yig'indisi kvadrat bilan b kvadrat yig'indisi 144 ga teng bo'lsa, bizdan KL va ML larning uzunligini so'rayapti. MK bilan KL A teng yoki AL bilan LNimiz teng ekan. Hop, demak bu holatda nima qilamiz? Burchak koeffitsiyentdan biz birinchi navbatda burchaklarni topmasak bo'ladimi? To'g'rimi? Demak, mana bu burchagimiz nechaga teng bo'ladi? Tangensimiz 1 taqsim ildiz teng bo'ladi 30 gradusda, to'g'rimi? Ildiz teng bo'ladi qachon? 60 gradusdami? Mana bu burchagimiz 60 ekan. 60 bo'ladigan bo'lsa, bu burchakka qancha qoladi? 30 qoladimi? Endi A emas, K va L dan teng uzoqlikda joylashadigan bo'lsa, shunda hop, OA to'g'ri chizig'imiz mana shu funksiyalarning, ya'ni uchburchakning bisektrissasi bo'ladimi? Bisektrissasi bo'lgandan keyin burchakning ikka bilan mana yerimiz 15 gradus bo'ladi. Mana yer ham necha? 15 gradus bo'ladi ekan. Bunga perpendikulyar bo'layapti. To'g'ri burchakni uchburchakka ajratyaptimi? To'g'rimi yo'qmi? Endi xo'p, shu yerdan a kvadrat bilan b kvadratning yig'indisi bu tarafga ajratib kesib oladigan bo'lsak, hozir joy burchak hosil bo'ladi. Bungacha bo'lgan masofamiz a ekan, bu yergacha bo'lgan masofamiz b ekan. Mana bu burchak nimaga teng bo'ladi? Endi bu burchagimiz bu yer 15 bo'lsa, pastdagisi 30 bo'ladigan bo'lsa, bu yer 45 gradusga teng bo'ladi. Bu degani a miz b ga teng ekan. Tushunarli? Kvadratlar yig'indisi 144 bo'lgandan keyin buning uzunligi necha bo'ladi? Mana 12 bo'ladi ekan. Endi AL ning uzunligini x desak, AK ham nimaga teng? X ga teng bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchakni topmasak bo'ladi yana. Mana yer perpendikulyar. Mana bu uzunligi bizga shart emas. Buni uzunligi x ekan, mana bu uzunligi 2 ekan. Hop, buni o'lchov birligi 15 gradus ekan. Bu yerdan sinusdan topsak bo'ladi bemalol. Ya'ni sinus 15 imiz qarshidagi katetning gipotenuziga nisbat. Demak, x imiz 12 ko'paytirilgan sinusdan 15 ga teng ekan. Tushunarli bo'ldimi? Endi bular orasidagi burchakni topsak bo'ladimi? Bular orasidagi burchak necha bo'ladi? Mana yerimiz necha? 30 gradus bo'lgandan keyin bu yerdagi burchagimiz 150 gradus bo'ladi. Qo'shimcha teramasdan endi K-ni topsak bo'ladi bemalol. Ya'ni quyidagi burchak hosil bo'ladi. Mana bu K. Mana bunimiz L. Tushunarli? Hop, bu x ga teng, mana bu ham x ga teng. Orasidagi burchak 150 gradus ekan. Hop, KL ni topamiz endi qo'shimcha teramasdan. KL teng ildiz ostida x kvadrat eksi x kvadrat minusdan x kvadrat kosinusdan 150 ekan. Teng. Deymiz.
Xo'p, bu yerda biz ildiz osti 2 bilan x ni ildizdan chiqarib yuborsak bo'ladimi? Bizda qolyapti 1 plyusdan kosinus 150 gradusda nimaga teng? 150 gradusda ildiz osti 3 taqsim 2 ga teng. To'g'rimi yo'qmi? Ikkilarni qisqartirib oladigan bo'lsak, x ildiz ostida 2 plyus ildiz osti 3 ga teng bo'lyapti bizda. Ikkilar qisqarib ketdi. Endi x o'rniga qo'yamiz. 12 sinus 15 ni 12 sinusdan 15 ni qo'yamiz. Ko'paytirilgan ildiz ostida 2 plyus ildiz osti 3 ekan. Endi hop, sinus 15 dagi qiymatimiz 2 minusdan ildiz osti 3 taqsim 2 ga tengmi? Ko'paytirilgan 2 plyus ildiz osti 3 ekan. Teng. Bu ikkalasini ko'paytmasi 1 ga teng. 2 bilan 12 ni qisqartiradigan bo'lsak 6 qoladi ekan. Demak, javobga 6 ekan. Endi yana ham uzunligini so'rayapti. Yana ham uzunligi. Bu quyidagicha uchburchak bo'ladi. Orasidagi burchak 150. Nergacha x bo'lsa, bu yoq teng bo'lgandan keyin 2x bo'ladimi? Bu ham 2x bo'ladi. Hop. Bu yerdagi m, bu yerdagi burchagimiz n. Bizdan m ni so'rayapti ekan. Mana o'sha kosinuslar teramas. M ildiz osti 2x 4 bo'lsa 8x kvadrat bo'ladi. Minusdan ya'ni o'sha 8x kvadrat ko'paytirilgan kosinusdan 150 ekan. 8x kvadrat. 8x kvadratdan biz 4x kvadrat chiqarsak 2x bo'lib chiqadi ildizni tagida. Ildiz tagida nima qoladi endi? 2 bilan 1 plyus kosinus 150 da ildiz osti 3 taqsim 2 qoladi ekan. Ya'ni oldingisidan 2 marta uzun bo'lar ekanda. Bu 2 ko'paytirilgan x'imiz nima edi? 12 sinusdan 15 midi? Ko'paytirilgan ildiz osti 2 plyus ildiz osti 3 ekan. Sinus 15 da. Sinus 15 da qiymatimiz 2 minus ildiz osti 3 taqsim 2 mi? 3 ga ko'paytiramiz 2 plyus ildiz osti 3 ni. Hop, ko'paytiradigan bo'lsak, qisqartiradigan bo'lsak, 2 ni ko'paytmasi 1 ga teng bo'ladi. Bular qisqarib ketgandan keyin natijamiz 12 bo'ladi ekan. Bularga javob 12 chiqadi. Hop, endi 3-chi misolimiz. Yuqorida funksiya berilyapti. Funksiya x 0 dan 2 nuqtada eng katta qiymatga erishadi. Hop. X ning -6 va 9 oralig'idagi qaysi qiymatida f at x ning fasilasi eng katta qiymatga erishadi debdi. Demak, nima qilamiz? Funksiyani tuzib olamiz. Yo'l nuqtalarimiz -4 8 ekan. 2 nechidir ekan? Bo'ldi. Yo'lda 5 ekan. Hammasi chiqdimi, menimcha adashmasam. Bu funksiyaning ko'rinishini quyidagicha yozib olaylik. A qovusida x minusdan x1 miz 8, x2 miz -4. Mana plyusdan 4 ekan. Endi 0 da 5 chiqish kerak. Ani topib olamiz. 0 da 5 chiqsa 5 teng. Hop, a ko'paytirilgan minusdan 32 bo'ladi. Demak, a miz -5 taqsim 32 ekan. Funksiyaning ko'rinishi demak -5 taqsim 32 bo'ladigan bo'lsa, hop, bularni ko'paytirib olsak, x kvadrati minusdan 4x minusdan 32 ekan. Hop, qasdni ochib oladigan bo'lsak, -5 taqsim 32x kvadrati plyusdan 5 taqsim 8x plyusdan 5 bo'lyapti. Funksiyaning ko'rinishi. Hop, qaysi qiymatida eng katta qiymatga, demak, funksiyadan hosil olamiz. Funksiyaning hosilasi demak bu -5 taqsim 16x
qo'shilgan 5 taqsim 8 bo'ladimi? Endi aytyapti. -6 yu necha 9 oralig'ida funksiyaning eng katta qiymatini so'rayapti. Eng katta bo'lishi uchun x'imiz eng kichik bo'lishi kerak. X eng kichkina qiymati bu yerda minusdan necha 6 ekan. Javobga -6 chiqdi. Endi B javobda aytyapti. O'sha f(x) funksiya bilan funksiyani hosilasi 0 dan kichik bo'ladigan tengsizlikning nechta butun yechimi bor debdi. To'g'rimi? Xo'p, buni endi mana bu tengsizlik grafika qarab ishlab tashlasak bo'ladi, bemalol. Qiyin joyi yo'q. Xo'p, grafikimiz quyidagicha ko'rinishda ekan. Mana bu nuqtamiz 8, mana yerimiz 2, mana yerimiz necha? -dan 4. Bizga aytyapti -6 yu necha oraliq kerak? 9 oraliq kerakmi? Yaxshi. Xo'p. Demak, f(x) bilan f(dan hosila x'imiz kichik yoki teng bo'ladi. O'shani ko'rib chiqamiz. Birinchi f(x) funksiyaning oraliqlarini hosil qilamiz. -6 yu necha oraliqdagi? 9 oraliqdagi. Hop, f(x) funksiyaning 0 nuqtalari -dan 4 ekan, hamda necha? 8 ekan. Musbat manfiy bizga. Hop. Endi f(x) funksiya -dan 4 dan kichik bo'lganda manfiy qabul qilyaptimi? -4 8 oralig'ida musbat qabul qilyapti. 8 dan kattalarda x ga 8 dan katta bo'lsa, funksiyamiz pastda ham manfiy qabul qilyapti ekan. f(x) funksiyaning nimasi? Ishorasi bo'ldi. Endi f(dan hosila x ishorasini qo'yamiz. f(dan hosila x. Bu yerda kritik nuqtamiz 2 ekan. 2 ni belgilab qo'yamiz bu yerdan. Boshqa kritik nuqtamiz yo'q. Ya'ni ekstremal nuqta yo'qda. Xo'p, endi qaraymiz. f(dan hosila x. f(dan hosila x'imiz 0 dan katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa, bu o'suvchi bo'ladi. Demak, o'suvchisiga musbat qiymat to'g'ri keladi. Qachon o'syapti? -cheksizlikdan 2 gacha, demak bu tarafda o'suvchi ekan. 2 dan cheksizlikgacha kamayuvchi ekan. Tushunarli? Endi shular ichida biz ko'paytmasi 0 dan kichik yoki tengligini olishimiz kerak. Ko'paytma manfiy bo'lishi uchun ishora qarama-qarshi bo'lishi kerak. Mana bu oralig'da qarama-qarshi ishora. Keyin mana bu yerda qarama-qarshi. Tushunarli? Xo'p, demak yechimimiz -6 yu 9 oralig'ida ekani uchun mana yerga -6 nuqtani chegarani, bu yerga esa 9 chegarani qo'yib qo'yamiz. Tushunarli? Xo'p, endi bu yerda yechimni oladigan bo'lsak, yechimimiz ko'rib turganimizdek -6 yechimga kiryaptimi? -6 dan -4 gacha ekan. Birlashma 2 dan 8 gacha bo'ladi ekan. Ko'paytmamiz manfiy bo'lishi uchun. Nechta butun yechim bor debdi? -6 dan -4 gacha 3 ta, 2 dan 8 gacha 7 ta. Bu oralig'da 3 ta, bu oralig'da esa 7 ta. Ya'ni qo'shadigan bo'lsak 10 ta butun yechim bor ekan. Bu javobga 10 ta ekan. Xo'p, 4-inchisi chizmada -8 va 14 oralig'ida f(x) funksiya grafiki tasvirlangan. f(dan hosila teng 0 tenglamay nechta bizga ega debdi. Demak, funksiyadan hosila olib 0 ga tenglab ishlaganimizda x ning kritik nuqtalari, ya'ni statsionar nuqtalar kelib chiqadi. Statsionar nuqtalar degani funksiyaning qayrilish nuqtalari. Demak, mana shu yerda -8 va 14 oralig'ida necha marta qayrilgan, o'sha nuqtalarni topsak bo'ldi. Ya'ni maksimum bilan minimum bilan. Sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 va 9. 14 kirmaydi. Demak, tenglama nechta yechimga ega ekan?
Demak 9 ta ekan. Tushunarli bo'ldimi? Endi hop f x bilan f(dan hosila x teng 0 tenglamaning yechimlarini ildizlarini ishtaligini topishimiz kerak ekan. Demak alohida 0 ga tenglaymiz. f(x) ni 0 ga tenglaymiz va f(dan hosila x) ni ham nima qilamiz? 0 ga tenglaymiz ekan. Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi. Endi hop bu holatda nechta chiquvdi? 9 ta chiquvdi. Endi bu holatni ko'rib chiqamiz. f(x) teng 0 degani x ning, ya'ni funksiyaning x o'q bilan kesishgan nuqtalari. Bu yerda nechta ekan ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6 7 ta ekan bunda. Jami ildizlarimizning soni, mana shu tenglamaning ildizlarining soni 16 ta bo'ladi ekan. Demak, bu javobga, bu variantga 16 ta degan javobni kiritamiz. Xo'p, 5-misolimiz. f(x) funksiyaning 4 3 nuqtada urinma o'tkazilgan ekan. Xo'p, urinma o'tkaziladigan bo'lsa, f(x) funksiya berilyapti, burchak koeffitsient berilyapti burchagi. Gx dan bo'lganda Gx uchun hosil olib 9 ning qiymatini topishimiz kerak ekan biz. Bu holatda biz burchak koeffitsiyentini topa olamizmi? To'g'rimi? Kamiz o'zi kelib chiqdi. Kamiz tangent alfaga teng. Nega sekinlik bilan yozib ketamiz. Kamiz tangent 135 ga teng. Demak, -1 ekan. Funksiyani qiymati kelib chiqdi. Y teng minusdan x plusdan b ekan. Bu 4 3 nuqtadan o'tish kerak ekan. 4 3 nuqtadan o'tadigan bo'lsa -x qo'shilgan necha? 7 bo'ladimi? Funksiyaning ko'rinishi. Yaxshi. Xo'p. f(x)imiz bu berilgan funksiya ekan. Endi ikkala tarafdan mana bu funksiya bo'yicha hosil olamiz. Bu tarafdan ham hosil olamiz bitta, bu tarafdan ham bitta nima qilamiz? Hosil olamiz. Tushunarli? Endi yana bitta narsani bilib qo'yishimiz kerak. Xo'p. Mana bu yerda 4 3 nuqta debdi-ku. To'g'rimi? 4 3 nuqta. Bu degani xo'p, f funksiyadan hosil olib 4 ni qo'yganimizda uning burchak koeffitsiyenti k. Kamiz necha? Minusdan 1 ga teng bo'lar ekan. Shuni esdan chiqarmasligimiz kerak. Bunda f 4 ta 3 ga teng ekan. Buni ham bilib qo'yishimiz shart. Tushunarli bo'ldimi? Mana shular asosida berilgan funksiyalarning qiymatlarini topamiz. Xo'p, ikkala tarafdan hosil oladigan bo'lsak, bu ko'paytirilgan y dan hosila 2x plusdan 1 bo'ladi, teng. Bu ko'paytmani hosilasi. Birinchisining hosilasi 2x plus 1 ko'paytirilgan f(x) o'zi qo'shilgan x kvadrat plus x plusdan 1 ni o'zi ko'paytirilgan f(x) ning hosilasi ekan. Bizdan aytibdi, y dan hosila 9 ni so'rayapti. Bu degani mana bu 2x plus 1 ni 9 ga tenglab x topadigan bo'lsak necha? 4 chiqadimi? X o'rniga biz 4 ni qo'yishimiz kerak ekan. Ko'paytirilgan y dan hosila 9, ya'ni 4 ni qo'ysak 9 bo'ladi. Teng. Xo'p, 4 ni qo'yib olganimizda bu 9. Ko'paytirilgan f dan 4, x o'rniga 4 qo'yamiz. Plus 4 qo'yganimizda 16, 4 20, 21 bo'ladi. Bu ko'paytirilgan f dan hosila 4 ekan. Ana endi bu yerdan y dan hosila 4 ni topsak bo'ladi. Bu 9 ko'paytirilgan f 4 ta biz tepada yozgan edik. Mana 3 ga teng. Plusdan 21 ko'paytirilgan f dan hosila 4imiz esa -1 ga teng, taqsim 2 ekan. Hisoblaymiz shu narsani. 27 ayrilgan 21 taqsim 2. Xo'p, demak, ayiradigan bo'lsak 6, 2 bo'ladigan bo'lsak 3 ekan. Javobga A savolga yechimimiz 3 chiqdi. Endi B ga qaraymiz. B'da aytayapti, bu vobshem oson. Y teng kx plus b bo'lsa, k plus 1 ni so'rayapti. Kamiz minusdan 1 chiqqan edi. B necha? 7 midi? Tamam, ikkalasini yig'amiz. Bu
6 ga teng ekan. Tushunarli? Endi 6-misol. Hop, y teng x kvadrat parabola va ikkita aylana uringan. Ya'ni A va B nuqtalarida urinyapti o'sha aylanalarimiz. Va aylanalar o'zaro S nuqtada urinyapti ekan mana. Urinsa bizdan so'rayapti O1 va 0 y1 nuqtalar orasidagi masofani toping deyapti. Ya'ni O1 va 0 y1 nuqtalar orasidagi masofa. Mana shu masofa nimaga teng deyapti bizdan? Mana. Hop, endi buni topish uchun nimalar qilsak bo'ladi? Demak, hop, mana bu y teng x kvadratga o'sha x1 nuqtada bitta urinma o'tkazib olsak. To'g'rimi? Endi hop, urinma o'tkazdik. Urinma tenglamasini biz yozib qo'yaylik. Y teng K1 x plyusdan B1 deb. To'g'rimi? Bu yerdagi K1imiz nimaga teng bo'ladi? K1imiz berilgan funksiyadan hosila olib, ya'ni f(x) da xullas x kvadrat deb qo'yaylik. Berilgan funksiyadan hosila olib x1 ni qo'yganimizga teng bo'ladimi? To'g'rimi? Birato'la topib qo'ysak ham bo'lar ekan. Demak, xoslasak 2x bo'ladi. X o'rniga x1 qo'ysak, x K1imiz 2 ta x1 ga teng bo'ladi ekan. Yaxshi. Xo'p. Endi qaraymiz. Mana shu yerdan mana shu yerda o'zi mana bu radiusimiz mana urinmaga har doim perpendikulyar bo'ladi. Endi hop, mana shu nuqtadan o'tuvchi bitta radiusdan o'tuvchi urinma tenglamasini radius orqali o'tuvchi tenglamada oladigan bo'lsak, buni to'g'ri chizig'ini biz y teng k2 x plyusdan b2 desak bo'ladimi? Endi ikkita to'g'ri chizig'imiz perpendikulyar bo'lish uchun ularning burchak koeffitsiyentlar ko'paytmasi minusdan 1 ga teng bo'lishi kerak. Demak, k2 bilan k1 ning ko'paytmasi minus 1 ga teng bo'lsa, k2 miz demak minus 1 taqsim 2 x1 ga teng bo'ladi ekan. To'g'rimi? Yaxshi. Xo'p. Endi bular orasidagi masofa. Bular orasidagi masofa. Mana bu yerda endi funksiyaning ko'rinishi k2 x plus b2 bo'ldi, to'g'rimi? Demak, O1 masofamiz B2 ga teng bo'lyapti bizda. To'g'rimi? Endi OY1 masofamiz bu mana bu funksiyaning qiymati, ya'ni x1 ning kvadratiga teng bo'lyapti. Ya'ni nimaga? O'sha x1 ning kvadratigami? To'g'rimi? Mana shunga teng bo'ladi ekan. Xo'p, endi O1 y1 masofamiz O1 dan, ya'ni B2 dan ayirishimiz kerak. OY1 ni, ya'ni x1 ning kvadratini ayirishimizga to'g'ri keladi. B2lar nimaga teng? Shuni ko'rib olishimiz kerak. Yaxshi. Ketdi. Demak,
Mana bu y funksiyamiz k2 ni o'rniga biz minus 1 taqsim 2 x1 ni qo'ydik. Ko'paytirilgan x plyusdan nima bo'lar ekan? b2 bo'lar ekanmi? Endi biz x joyiga x1 ni qo'yib yuborsak, x joyiga x1 ni qo'yib yuborsak, ana shu nuqtadagi funksiyaning qiymati x1 nuqtadagi funksiyaning qiymati y1imiz x1 ning kvadratiga teng bo'ladimi? To'g'rimi? Xo'p, x joyiga x1 ni qo'yib yuborganimizdan keyin bu yerdagi x1 ning kvadrati teng bo'ladi minus 1 taqsim 2 x1 ko'paytirilgan x plus b2 bo'lar ekan. Demak, bu yerdan b2 ni topadigan bo'lsak, b2 miz уже kelib chiqdi. x1 ni kvadrati plyusdan 1 taqsim necha? 2 bo'lar ekanmi? X joyiga x1 ni qo'yapmiz. Chiqarib ketgandan keyin. Endi mana shu b2 ni mana yerga qo'yamiz. Shunda o1 y1 masofamiz kelib chiqdi. Ya'ni x1 ni kvadrati plus 1 taqsim 2 dan ayiramiz x1 ni kvadratini. Natijamiz necha? 1 taqsim 2 bo'ladi ekan. Demak, hop, A savoliga javobimiz 1 taqsim 2 chiqdi 100%. Endi bizga aytyapti, agar debdi O1Amiz radiusi 2023 ga teng bo'lsa, hop, O2B ya'ni katta radius nimaga teng deyapti ekan. Katta radiusni nima qilishimiz kerak ekanmiz? Hop, topishimiz kerak ekan. Buni qanday topamiz endi? Pifagor teoremalari. x2 ning kvadrati. Yaxshi. Bu yerga yozadigan bo'lsak, siqib qoladigan bo'lsa. Bu safar qo'ydik-da. Biz mana shu o'rganmayapmiz hozir. Demak, hop, mana yerimiz 1 taqsim 2 ga teng bo'lsa, bu yer ham 100% 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi bu bo'lgandan keyin. Endi hop, bu yerda bu yergacha bo'lgan masofamiz nima? X2 ga tengmi? Pifagor teoremasini yozamiz endi. O'chirib tashladik. Hop, birinchi uchburchak uchun Pifagor teoremasi mana shu uchburchak uchun 1 taqsim 2 ning kvadrati plyusdan x2 ning kvadrati teng ekan nimaga? Radiusning kvadratgami? Hop, demak, radius kvadrati minusdan x2 ning kvadrati, demak bu 1 taqsim 4 ga teng ekan. Yaxshi. Endi hop, mana bu uchburchak uchun bitta Pifagor teoremasi 1 taqsim 2 bo'lsa, bu ham shu 1 taqsim 2 ning kvadrati plyusdan x1 ning kvadrati bo'ladi. Endi mana yerdan birgacha bo'lgan masofamiz o'sha teng ekan kichkina radius kvadratiga. Demak, radius kvadrati minus x1 kvadrati teng bo'lyapti yana nechaga? 1 taqsim 4 gami? Yaxshi. Endi ikkalasi teng 1 taqsim 4larimiz, to'g'rimi? Tenglashtirib olsak,
radius kvadrati minus x2 ning kvadrati teng radius kvadrati minus x1 kvadrati ham. Demak, radius kvadrat minus r kvadrat teng x2 ning kvadrati ayrilgan x1 ning kvadratiga teng bo'lyapti. Yaxshi. Endi hop, x2 ning kvadrati x2 ning kvadrati qaraymiz. x2 ning kvadrati mana shu masofaga teng. Mana bu masofamiz o'sha x2 ning kvadrati ekan. Nega? Yozaman buni yerga. x2 ning kvadratidan x2 ning kvadrati teng bo'ladi. Mana shuni hosil qilish uchun nima qilishimiz kerak biz? Buni hosil qilish uchun 1/2 ni qo'shishimiz kerak. Yo'q. x2 ning kvadratini hosil qilish uchun bo'ldi. Xo'p. Bu masofani qo'shish kerak-da. Bu masofamiz nimaga teng? Bu masofamiz radius minus 1/2 ga teng. To'g'rimi? Radius minus 1/2 ga teng. Bunga qo'shamiz. Xo'p. Radiusda ya'ni S nuqtadan O1gacha bo'lgan masofamiz kichkina radius bo'ladi shuni. Va yana qo'shamiz. O1dan Y1gacha bo'lgan masofa 1/2 ni. Va yana bitta qo'shishimiz kerak. Y1dan O'gacha bo'lgan masofa. Y1dan O'gacha bo'lgan masofamiz nima? X1 ning kvadratiga tengmi? X1 ning kvadratini qo'shamiz ekan. Bular qisqarib ketdi, ana keldi. X2 ning kvadrati minusdan X1 ning kvadrati teng. Radius plus r ga teng ekan. Tushunarli? Endi mana shuni o'rniga biz radius plus r ni qo'ysak bo'ladimi? Nega yozaman? R kvadrat minusdan kichkina r ning kvadrati teng x2 minus x1 ning kvadratining o'rniga r plus kichkina r ni qo'yamiz. Asosiy tengligimiz mana shu bo'lyapti. Buni bitta minus bitta plus deb yozadigan bo'lsak, plusdagi qisqarib ketgandan keyin r minus rimiz 1 ga teng bo'lib qoladi. Demak, katta radiusimiz kichkina radiusdan 1 ga ortiq bo'lar ekan. 2023 bunda shu. 2023 ni qo'yadigan bo'lsak, bu 2024 ga teng bo'ladi ekan. B javob degan qiymati kelib chiqdi. 2024 ga teng bo'ladi ekan javob. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, endi 7-si -9 u 3 oralig'ida f (x) funksiyasining hosilasining grafigi tasvirlangan ekan. Hosilasining grafigi ekan bu. Xo'p, f (x) funksiyasining -5 u 3 oralig'idagi qaysi nuqtada eng katta qiymatga erishadi debdi. -5 u 3 nuqtada funksiyamiz qaysi nuqtada eng katta qiymatga erishadi va -9 u -3 oralig'idagi qaysi nuqta eng kichik qiymatga erishadi debdi. Xo'p. Demak, f (x) funksiyasining grafigi nolga tenglab ishlaganimizda x'imiz necha chiqyapti? X'imiz bitta qiymatda -5 chiqyapti. Keyingi qiymatda necha chiqyapti? Keyingi qiymatda minusdan 3 chiqyapti. Yaxshi. O'zi funksiyaning hosilasini nolga tenglab ishlab, biz uning maksimum va minimumini toparmidik? Demak, bular ichida bittasi maksimum ekan, ikkinchisi esa nima ekan? Xo'p, minimum nuqtalar ekan. To'g'rimi? Yaxshi. Endi qanday deb -5 u necha 3 oralig'idagi qaysi nuqta deyapti eng katta qiymatga erishadi.
minus 5 u necha oraliq? 3 oraliqdagi qaysi nuqtada funksiyamiz eng katta qiymatga erishadi debdi. Yaxshi. Yo minus 3 da olishimiz kerak, yo minus 5 da olishimiz kerak. To'g'rimi? Yaxshi. Endi holatda bo'ldi. Minus 5 va 3. Minus 3. Funksiya hosilasi musbat, manfiy, manfiy, musbat, manfiymi? Bo'ldi. Demak, funksiya hosilasi o'z ishorasini chapdan minusdan plyusga o'tkazganda minimum qiymati qabul qilardi. Plyusdan esa minusga o'tkazganda maksimum qiymatni qabul qilardi. Tushunarli? Demak, bu yerda eng katta qiymatga minus 3 nuqtada erishar ekan, eng kichik qiymatga minusdan 5 nuqtada erishadi ekan. Tamam shu. Eng katta qiymatga erishadi minus 3 nuqtada, eng kichik qiymatga erishadi minusdan 5 nuqtada. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni hop, funksiya hosilasi ekstremum nuqtalarda x1 va x2 o'z ishorasini chapdan minusdan plyusga o'tkazganda minimum qiymatga erishardi. Chapdan plyusdan minusga o'tkazganda maksimum qiymatga erishardi. Mana shu orqali topyapmiz. Hop, endi 8-si. To'g'ri burchakli trapetsiyaning ichki sohasiga eng katta yuzali to'g'ri to'rtburchak chizilgan. To'g'ri to'rtburchakning bir tomoni trapetsiyaning katta asosida yotadi. Trapetsiyaning asoslari 6 va 16 ga teng, trapetsiya balandligi 15 ga teng. To'g'ri to'rtburchak yuzini toping va trapetsiya yuzidan to'g'ri to'rtburchak yuzlari ayirmasining modulini toping. Bitta trapetsiya chizib olamiz. Asoslari 6 va 16. Yana 6 ekan, bu esa necha? 16 ekan. Eng katta to'g'ri to'rtburchak chizilyapti. Eng katta yuziga ega bo'lgan to'g'ri to'rtburchak. To'g'ri to'rtburchakning bir tomoni trapetsiyaning katta asosida yotadi. Asoslar 6 va 16 ga teng. Trapetsiya balandligi 15. Demak, mana bu balandligi necha? 15 ekan. To'g'ri to'rtburchak yuzini toping. Trapetsiya yuzidan to'g'ri to'rtburchak yuzlari ayirmasining modulini so'rabdi, nimaga tengligini. Demak, ketdi. Boshlaymiz. Bitta parallel to'g'ri chizadigan bo'lsak, biz nechaga teng bo'ladi? 6 ga teng bo'ladimi? Hop, mana bu uzunligi nimaga teng? 10 ga tengmi? 10 ga teng bo'lsa, mana bu uzunligini biz x deb qo'yaylik. Kelishiga. Bunda to'g'ri to'rtburchakning bitta tomoni 6 plyusdan nimaga teng? X ga teng bo'lsa, ikkinchi tomonini mana bu y deb qo'yaylik. Endi to'g'ri to'rtburchakning yuzini topish formulasi y ko'paytirilgan 6 plyusdan x ga teng bo'ladi. Bir-biriga bog'lasak bo'ladi y bilan x da. Ya'ni burchaklardan ketamiz. Shu burchakdan ketamiz. Mana yerning uzunligi y. Mana buning uzunligi ya'ni 10 minus x. Tangens alfamiz y teng 10 minus x ga nisbat. Tangens alfamiz
Bu tomon necha edi? 15 midi? 15 ning 10 ga nisbatiga teng ekan. Ikkovini tenglaymiz. 5 taqsim 5 ga qisqartiradigan bo'lsak 3 taqsim 2 mi? Y topadigan bo'lsak y'imiz 3 taqsim 2 qavs ichida 10 minusdan x ga teng ekan. O'rnab qo'yamiz. S teng taqsim 2 qavs ichida 10 minus x ko'paytirilgan 6 plyusdan x. S teng katta qiymatni topish kerak. Qavslarni 0 ga tenglaymiz. Uning uchun qavslarni bitta ochib soddalashtiraylik. Hop, S teng 3 taqsim 2 qavs ichida. Qavsni ochib olsak 60 plyusdan 4x minusdan x ning kvadrati bo'lyapti. Endi hosilamiz. Hosilasak bu 4 minusdan 2 x ga teng bo'lyaptimi? Va shuni 0 ga tenglaymiz. 0 ga tenglasak x'imiz necha? 2 chiqar ekan. X 2 chiqqandan keyin bo'ldi. X'imiz 2 chiqqandan keyin hamma tomoni borda endi. X 2 bo'lsa, to'g'ri x'imiz 2 bo'lsa, bitta tomoni 8 ekan. X 2 bo'lgandan keyin ikkinchi tomoni y'imiz, ya'ni 1 ga teng bo'lsa o'shamiz tomonimiz x o'rniga 2 ni qo'yib olganimizdan keyin 8. 8 2 ga bo'lsak 4, 4 3 ga ko'paytirsak 12 bo'ladi. 12. Endi shu to'g'ri burchak yuzi a ko'paytirilgan b 96 kelib chiqdi. Ada shu to'g'ri burchak yuzini so'ragan 96 ekan. Endi bada aytibdi. Trapetsiya yuzidan to'g'ri burchak yuzlari ayirmasining modulini so'rayapti. Trapetsiyaning yuzini topamiz endi. Trapetsiyaning yuzi o'rta chizig'i 16 plus 6 taqsim 2 ko'paytirilgan balandligi. Hop, 22 11 175 bo'ladimi? 175 dan ayirishimiz kerak nechini? 96 ni. 175 dan 96 ni ayiradigan bo'lsak 79 ga teng bo'ladimi? 69. Buni ko'paytirganda 165 ku. 165 dan 96 ni ayirsak 69 ekan. Bu variantga 69 degan javob bo'laydi. Endi keyingisi 9-misol AVS 3 burchak shaklidagi konsert maydonini qurish uchun AVS 3 burchak shaklidagi qismiga beton quyildi hamda uning parabola shaklidagi qismi taxta bilan qoplandi. Qanday yuzadagi taxta ishlatilgan hamda beton bilan qoplangan AVS 3 burchak shaklidagi sohaning yuzini toping debdi. Demak, mana bu parabolaning mana bu qismi o'sha 3 burchakka nima bo'lyapti? Urinyapti-da. Endi biz parabola tenglamasini tuzib olsak bo'lar ekan birinchi o'rinda. Uning uchun biz nima qilishimiz kerak? Yana to'plarga ajratib olishimiz kerak. Yo'llar. Shunaqada. Mana buni biz y o'qi, buni esa nima? X o'qi deydigan bo'lsak, mana bu B nuqtamiz necha bo'ladi shunda? 5 u 0 nuqta bo'ladi-da. Bu mana yerdagi nuqtamiz 3 u 0 nuqta bo'ladi. To'g'rimi? Endi bu yoqda qarama-qarshi deb oladigan bo'lsak, masofa manfiy bo'lmaydi-ku, lekin nuqta bo'ladigan bo'lsa bu yerimiz minus 3 u 0 nuqta. Nuqtamiz esa minus 5 u 0 nuqta bo'lyapti. Endi hop, mana parabola bilan chegaralangan sohaning yuzini topishimiz uchun bizga nima kerak bo'ladi? Endi parabolaning ko'rinishi kerak bo'ladi. Demak, mana yerimiz necha nuqta?
Buyuramiz. 0,4 nuqta ekan. Shu. Funksiyaning ko'rinishi y teng ax kvadrati plyusdan c shaklida bo'ladi. Chunki b yo'q bu yerda. Hop, -3 0 hamda 3 0 nuqtalardan o'tish kerak ekan, hamda 0,4 bo'lishi kerak ekan. Demak, y teng hissamiz 4 ekan bu yerda. Endi ani ham topib olsak bo'ladi bemalol. 3 ta o'rin x o'rniga 3 qo'yganda y-imiz 0 chiqishi kerak. Hop, 0 chiqadigan bo'lsa 0 teng 3 ta qo'yganda 9 a plyusdan 4 bo'lyapti shunda. Demak, amiz -4 taqsim 9. Demak, funksiyaning ko'rinishi -4 taqsim 9 x kvadrati qo'shilgan 4 ekan ana. Hop, endi -3 0 hamda 3 0 chegaralangan soha yuzi. Bu yuzani topishimiz uchun biz egri chiziqli trapetsiyani yuzini topish formulasi bor-ku. O'shanda qo'llasak bo'ladi bemalol. Teng, ya'ni A varianti javob kelib chiqadi. Chegaramiz -3 dan 3 gacha deymiz. Qaysi funksiya -4 taqsim 9 x kvadrati plyusdan 4 deymizda. Mana shuni hisoblab qo'yamiz. Hop, boshlang'ich olamiz endi bundan. Boshlang'ich oladigan bo'lsak, bu -4 taqsim 27 x ning kubi qo'shilgan 4x bo'ladi. Chegaramiz -3 dan nechagacha? 3 gacha bo'ladi ekan. Endi qo'yib hisoblaymiz. Hop, 3 ta qo'yganimizda minusdan 4, plyusdan 12 ayrilgan. -3 ta qo'yganimizda 4 bo'ladi, ayrilgan 12. Hisoblashadigan bo'lsak, necha bo'ladi bu? -8 qo'shilgan 24. Natijamiz 16 ga teng ekan. Javobda variant kelib chiqdi 16. B javob beton bilan qoplangan ABC uchburchak shaklidagi sohani yuzini so'rayapti. Xo'p, demak buni yuzini topishimiz uchun bizga bu balandlik kerak bo'ladi, ya'ni S nuqta kerak bo'ladi. Xo'p, S nuqtani topishimiz uchun bizga urinma tenglamasini tuzishimiz kerak ekanda. O'tyaptimi? X 0 nuqta bo'lsin. Yerimiz Y 0 nuqta bo'lsin, ha? Xo'p, bu urinma tenglamasini ko'rinishini biz kx plus b deb qo'yaylik. Ya'ni S nuqtaning koordinatasi 0 b bo'ladi. Buni topsak bo'ldi. Buni topish uchun nima qilish kerak? Birinchi o'rinda k'ni topib olamiz. K'miz berilgan funksiyadan hosil olib x 0 qo'yganimizga tengmi? Berilgan funksiyamiz chiqdi mana. Shu funksiya edi. Hosil olib x 0 qo'yadigan bo'lsak, bu minusdan 8 taqsim 9 x 0 ga teng bo'ladi-da. K'miz. To'g'rimi? Hop. Chizig'li funksiyaning ko'rinishi minusdan 8 taqsim 9 x 0 ko'paytirilgan x plyusdan b ekan. Funksiyaning ko'rinishicha -4 taqsim 9 x kvadrat qo'shilgan 4 midi? Endi ikkalasini tenglab olsak qanday bo'ladi? Qachon tenglashadi? X o'rniga x 0 qo'yganimizda tenglashadimi? Yaxshi, x 0 qo'yib tenglashtiramiz ekan. X 0 qo'yib tenglashtirsak bo'ladimi o'zi? Tenglashtiradigan bo'lsak,
Minusdan bu 8 taqsim pastga qo'yaylik shuni. Minusdan 8 taqsim 9 x0 ning kvadrati minusdan b teng bo'lyapti. Minus 4 taqsim 9 x kvadrati qo'shilgan nechiga? 4 kam. Buni chap tarafga o'tkazib yuboradigan bo'lsak, minusdan 4 taqsim 9 x0 kvadrati plus bo'lmiz 4 ga teng bo'lyapti. Biz endi buni topishimiz kerak. Buni topish uchun qaraymiz. Mana bu funksiyamiz. Bu funksiyamiz 5 nuqtadan o'tadimi? Y teng bu degani kx plus b da x o'rniga 5 qo'yganda y'imiz 0 chiqishi kerakmi? 0 teng 5k plyusdan b ekan. Demak, b'miz nimaga teng ekan? Minusdan 5k ga teng ekan. Xo'p, kamiz bizda bor deydi. Minusdan kamiz minus 8 taqsim 9 x0 edi. Demak, bu 40 taqsim 9 x0 ga teng ekan. Mana endi o'rniga qo'ysak, menimcha kelib chiqdi. Minus 4 taqsim 9 x0 kvadrati plyusdan b nuqtamiz bizda 40 taqsim 9 x0 mi? Ayrilgan 4 teng ekan 0 ga. Minusdan 9 ni ko'paytirib olsak hammasiga 4 x0 kvadrati minusdan 40 x0 qo'shilgan 36 teng 0 bo'ladimi? 4 ga bo'lib olsak x0 kvadrati minusdan 10 x0 qo'shilgan 9 teng 0 mi? Ko'paytiruvchiga ajratib x0 topadigan bo'lsak, x0 ning qiymati bir marta 1 chiqadi. Keyingi holatda 9 chiqar ekan. Endi x0 9 bo'lmaydi. 0 bilan 2 ni 0 bilan 5 ta orasidagi son bo'lishi kerak. Shuning uchun 1 ni olamiz ekan. Mana x0'imiz 1 chiqdimi? B ni qiymati-chi, B ni qiymati necha chiqadi shunda? 40 taqsim 9 chiqadimi? Bizga B kerak edi o'zi. Chunki hop, chunki B va S nuqtalaridan o'tuvchi funksiyaning ko'rinishini biz kx plus b dedik-ku. Demak, mana bu nuqtani topish uchun bizga x ga 0 qo'ysak b kelib chiqadi. B'miz kelib chiqdi endi. Mana. Endi bizga 100 kerak. 100 ni shu yerga topib qo'yamiz. Burchakning 100 tomoni 10 bo'ladi. To'g'rimi? A'dan bgacha bo'lgan masofamiz tomon. Unga tushgan balandligimiz mana 40 taqsim 9. Shu ko'paytmasini yarmiga teng ekan. Hisoblab qo'yadigan bo'lsak buni 200 taqsim 9 ga teng chiqar ekan javobimiz. 200 taqsim 9 menimcha. Va javobga 200 taqsim 9 ni belgilab qo'yamiz. Xo'p, 10-misol. Funksiya rasmda ko'rsatilgan funksiya tasvirlangan. Xo'p, ada f at x funksiyaning -6 yu 6 oralig'ida nechta lokal maksimum nuqtasi bor debdi. Lokal maksimum nuqtasi. Lokal maksimum nuqtalari o'sha yuqoridan qayirish nuqtalari bo'ladi. 1, 2, 3 ta. Ekan. Endi -6 yu 6 oralig'ida ildizlar soni so'rayapti. F at x funksiyasi ildizlar soni. F at x funksiyaning hosilasi nega ekan? Demak, f atdan hosila x ni 0 ga tenglab ishlash degani uning statsionar nuqtalarini topish degani. Statsionar nuqtalarimiz degani funksiyaning qayrilish nuqtalari. 1, mana bu yerda 2, bu yerda 3, mana bu yerda 4, mana bu yerda 5, bu yerda 6. Demak, hop, mana shu tenglamamiz 6 ta yechimga ega bo'ladi ekan. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni maksimum bilan minimumlarning sonlarida. Endi 11-si
Aslida uchlari y1 va y2 funksiyalarda bo'lgan eng katta yuzali ABSda to'g'ri to'rtburchak tasvirlangan ekan. ABSda to'g'ri to'rtburchak yuzasini toping va AC diagonal uzunligini toping. Eng katta to'g'ri to'rtburchak. To'g'ri to'rtburchak. Demak, xo'p. Mana bu masofani biz A deb olsak, mana masofamiz nimaga teng bo'ladi shunda? Bu masofamiz A kvadrat plus 2 ga teng bo'ladi. Bo'ldi, 3 kelib chiqdi. Yerimiz 6 mida, funksiyamiz nuqtamiz nimaga teng bo'ladi endi? 6 dan A kvadrat plus 2 ni ayiramiz. Ayiradigan bo'lsak bu 4 minusdan A kvadratga teng ekan. Endi to'g'ri to'rtburchak yuzini topish formulasi. Bu yenilikni ko'paytirishimiz kerak. Mana bu yenimiz 2A ga teng bo'ladi. Bo'yi esa 4 turganimizdek 4 minus A kvadrat. Ikkalasini ko'paytmasi 100 ni beradi. Xo'p, qavslab chiqadigan bo'lsak, 8A minusdan 2A ning kubi bo'lyaptimi? Yuzamiz eng katta bo'lishi uchun, ya'ni asli olib 0 ga tenglaymiz. Asli oladigan bo'lsak 8 minusdan 6A ning kvadrati teng ekan nechaga? 0 gami? Xo'p, bu yerdan A kvadrat topadigan bo'lsak, A kvadratimiz 8 taqsim 6, 4 taqsim 3 ga teng ekan. Xo'p, A ni topadigan bo'lsak, 2 taqsim ilzosti 3 ga teng bo'lyapti. Bizdan so'rayapti, ABSda to'g'ri to'rtburchak yuzini so'rayapti. O'rnab borib qo'ysak bo'ldi, kelib chiqadi. Demak, biz to'g'ri to'rtburchakning yuzi 2 ko'paytirilgan A. 4 taqsim ilzosti 3. Qavsida 4 minus A kvadrat 4 taqsim 3. Toplaymiz. 4 taqsim ilzosti 3 ko'paytirilgan 4 kir 3 12, 12 dan 4 desak 8 taqsim 3. Natijamiz 32 taqsim 3 ilzosti 3 ga teng bo'lyapti. To'g'rimi? Taqsim ilzosti 3. Mana 2 ku. Shunga teng bo'lar ekan. Endi AC diagonal uzunligini so'rayapti bizdan. AC diagonal uzunligi. Tomonlari ma'lum. To'g'ri to'rtburchak yo'lini chizib qo'yaylik, osongina yo'li. Formulamiz 2A bo'ldi. Bu tomonimiz demak 4 taqsim ilzosti 3 ekan. Mana bu tomonimiz 4 minus A kvadratda. 4 dan 4 taqsim 3 ni ayiradigan bo'lsak, x taqsim nechi qoldi? 3 qoldimi? Yana tepadagi misolga to'xtalaylik-da. Bizda biz to'g'ri ishlabmiz. 4 bo'ladi mana bu. Birinchi xatoligimiz, birinchi ishlaganimiz. Nega? Chunki A biz 2 taqsim ilzosti 3 qo'ygandan keyin to'g'ri to'rtburchak yuzi 2A dan tomon dsimiz 2A ga teng 4 taqsim ilzosti 3 bo'ladi. 4 dan A kvadratda ayryapmiz 4 taqsim 3 ni. Mana yerimiz 4. Yaxshi berib hisoblaydigan bo'lsak, natijamiz 32 taqsim 3 ilzosti 3 ga teng bo'ladi. Chaqatoq matematika deb o'ylayman. Hop, bu yerda AC diagonalni so'rayapti endi. AC diagonalimiz 4 emas. 64 taqsim 9 plus 16 taqsim 3. Mag'lub 3 bersak 48 48
plyusdan 64 taqsim 9 ekan. Hop, 48 ga 64 qo'shadigan bo'lsak 112 bo'ladi. Nizasi 112 taqsim 3 ga teng bo'ladi ekan javob. Endi 112 dan ildiz chiqarishimiz kerak-da. 16 bilan 7. 4 ildiz osti 7 taqsim 3 ga teng ekan. Hop. Mana bu A ni javobi, bu esa B ni javobi bo'ldi. 12-chi misol. Y teng f(x) funksiya va y teng kx plyusdan L urinma berilgan. Fdan hosila 1 ni toping debdi. Bu degani burchak koeffitsient. Biz ishlasak bo'ladi. Osongina misol ekan. Demak, kx plus n funksiyamiz 3 nuqtadan hamda 2 nuqtadan o'tadi ekan. Hop, demak, funksiyaning ko'rinishi kx plus l bo'lsa 1 da 2 bo'laydi. 2 teng k plus l ga 3 da 0 bo'laydi. 0 teng 3k plus l. Demak, ayiraveradigan bo'lsak, k'miz minusdan 1 ga teng ekan. K minus 1 bo'lsa, l'imiz 3 ga teng bo'ladi ekan. Demak, funksiyaning ko'rinishi x plyusdan 3 ekan. Xo'p, bizga aytyapti savolda endi fdan hosila 1 ni so'rayapti. Fdan hosila 1. U 1 degani mana shu f(x) funksiyaning o'sha bir nuqtasiga o'tkazilgan urinmaning tenglamasi kx plus 1 bo'lsa, uning burchak koeffitsiyenti k'miz fdan hosila 1 ga teng bo'ladimi? To'g'rimi? Ya'ni fdan hosila x 0 ni so'rayapti. Bizda k ga teng chiqyapti. K'miz necha chiqyapti? Minusdan 1 ekan. Demak, A savolga javobimiz minusdan 1 bo'lyapti. Endi hx. hx dan hosila olib, hx dan hosila olib 1 ni qo'ying debdi. Demak, hx'imiz mana funksiyalarni ko'paytmasdan tashkil topyapti. Ko'paytmadan hosila olamiz. Birinchisidan hosila olsak 3x kvadrati minusdan 4x plyusdan 1 bo'ladimi? Ko'paytirilgan f(x) o'zi. Plus birinchisini o'zini yozamiz. X kubi minus 2x kvadrati plus x plus 3 va ko'paytirilgan ikkinchisidan nima ekan? Hosila ekan. Ketdi. Xo'p, x o'rniga nechini qo'yamiz? 1 ni qo'yamiz. X o'rnidan 1 ni qo'yib hisoblasak, bu 0 bo'ladi. Ko'paytirilgan o'sha f(1) plus bo'ldi o'zi. To'g'ri. Endi x o'rniga mana nega 1 ni qo'yadigan bo'lsak, 5 3 bo'lyapti. Ko'paytirilgan fdan hosila 1. Fdan hosila 1imiz minus 1 ga teng. Natijamiz minus 3 ga teng bo'ladi ekan. Javobimiz minus 1 va minus 3. Agar minus 3 yozib qo'yak bo'ladi. Endi 13-si. Agar f(x) funksiya uchun f 0 da 1, fdan hosila 0 da 2 va ikkinchi tartibli hosilamiz mana shunga teng bo'lsa, fdan ikkinchi tartibli hosila 0 da va 4-chi tartibli hosila 0 ni toping debdi. Bo'ldi, o'rniga qo'yib yuborsa kelib chiqar ekan. Javob juda emas, oddiy ekan. Fdan ikkinchi tartibli hosila bo'limiz teng 4 ko'paytirilgan fdan birinchi tartibli hosila 0 plyusdan 3 minusdan 3 ko'paytirilgan fdan 0 ekan.
plyusdan 1 ekan. 4 ko'paytirilgan f(dan) hosil nolimiz 2 ga teng. Ayrilgan 3 ko'paytirilgan f nolimiz 1 ga teng, plyusdan 1. 8 9 dan 3 dersak 6 chiqar ekan. 6 chiqdi. Endi 4-tartibdan hosillarni qanday olamiz? Xullas bunday bo'ladi 4-chi. Buning uchun 3-chi hosilani topib olishimiz kerak. Mana bundan hosil olamiz, bundan ham bitta hosil olamiz. Shunda 3-chi tartibli hosilamiz kelib chiqadi. 4 ko'paytirilgan f 2-chi tartibli hosila x minusdan 3 ko'paytirilgan f(dan) 1-chi tartibli x. Birinchi hosilasi 0 ga teng bo'ladi. Endi buni hisoblab olamiz. 3-chi tartibli hosilani 0 4 ko'paytirilgan 2-chi tartibli hosilani 0 6 edi. Minus 3 ko'paytirilgan 1-chi tartibli hosilani 0 2 edi. Endi buni hisoblasak 24 ayrilgan 6 18 ekan. Endi 4-chi tartibli hosila. 4-chi tartibli hosilamiz hosil qilish uchun mana bundan hosil olamiz. Hoslasak bu 4 ko'paytirilgan f(dan) 3-chi tartibli hosila minus 3 ko'paytirilgan 2-chi tartibli hosila ekan. Xo'p, demak 4-chi tartibli hosila 0 ni topamiz endi. 4 ko'paytirilgan 3-chi tartibli hosila 0 minusdan 3 ko'paytirilgan 2-chi tartibli hosila 0. 3-chi tartibli hosila 0imiz 18 chiqdi. Ayrilgan 3 ko'paytirilgan 2-chi tartibli hosilamiz bizda 6 chiqqan edi. Hisoblaymiz endi. 72 ayrilgan 18. 72 dan 18 ayiradigan bo'lsak 50 4 ga teng bo'ladi ekan javob. Demak 6 va 54 degan javoblar bo'ladi ekan. 14-misol f(x) funksiya berilyapti. f(dan) hosila 1 ni so'rayapti. f(dan) hosila 1 taqsim p ni so'rayapti ekan. Biz ishlaymiz-da. Funksiyadan hosil olamiz. Sinus hosilasi nima? Kosinus 1 taqsim x. Ko'paytirilgan 1 taqsim x hosilasi minus 1 taqsim x ning kvadrati ekan. Endi x o'rniga biz 1 taqsim p ni qo'yishimiz kerak. Kosinus x o'rniga 1 taqsim p ni qo'ysak bu pi bo'ladi. Ko'paytirilgan minus x o'rniga 1 taqsim p ni qo'ysak bu pi ning kvadrati bo'lyapti. Demak natijamiz pi kvadrat ekan a javobimiz. B javob. B javobda B variantli savolda JET 2025 ning qiymatini so'rabdi. Birinchi tartibli hosil ekan, ikkinchi tartibli hosilani qo'yishimiz kerak ekan. Ketdi. Birinchi tartibli hosilamiz o'zi minus 1 taqsim x kvadrat ko'paytirilgan kosinus 1 taqsim x midi. Endi ikkinchi tartibli hosilani topib qo'yaylik shu yerga. Minus qavschida. Ko'paytmadan hosil olamiz. Birinchisini hosilasi bu minusdan 2 taqsim x ning kubi bo'ladi. To'g'rimi? X ning minus 2-dan hosil olganda minus 2 oldiga tushadi. Darajadan 1 esa shunaqa bo'ladi. Ko'paytirilgan birinchisini o'zi bo'lyapti. Burada plus birinchisining ikkinchisini o'zi bo'lyapti. Endi birinchisini o'zi va ko'paytirilgan kosinus x dan hosil. Kosinus hosilasi minusdan minus 1 taqsim x va ko'paytirilgan 1 taqsim x dan yana bitta hosil. 1 taqsim x hosilasi minus 1 taqsim x ning kvadrati ekan. Buni biz sal soddalashtirib qo'yishimiz kerak. f(dan) ikkinchi tartibli hosilamiz teng ekan.
Ustni ochib yuboradigan bo'lsak, 2 taqsim x ning kubi ko'paytirilgan kosinus 1 taqsim x minusdan 1 taqsim x ni 4-si sinus 1 taqsim x ekan. To'g'rimi? Mana shu. Va bizdan so'rayapti endi JIAT 2025 ni so'rayapti. JIAT 2025. Bundan qo'yishimiz kerak endi. Boshlaymiz. JIAT 2025 teng. EFAT 2025'imiz. EFAT 2025'imiz. Sinus 1 taqsim 2025 bo'lar ekan. Sinus 1 taqsim 2025. Endi qo'shilgan ko'paytirilgan 2025 ning kubi ko'paytirilgan EFATdan birinchi tartibli hosila minus 1 taqsim 2025 ning kvadrati ko'paytirilgan kosinus 1 taqsim 2025 bo'ldi. Yaxshi. Endi plus x 4-si o'zi soddalashtirib olsak ham bo'lar ekan. X 4-larni plus x 4-si yozaylik. X ning 4-si. X 4-si degani o'sha 2025 4-si. Qavschada ikkinchi tartibli hosila. Ikkinchi tartibli hosilamiz mana bu. 2 taqsim plus x ni kubi deb qo'yaylik, maylimi? Ko'paytirilgan kosinus 1 taqsim x minus 1 taqsim x 4-si sinus 1 taqsim x. X'lar joyida 2025 borda. Xo'p, endi qaraymiz. Bir boshdan yozib chiqamiz. Sinus 1 taqsim x ekan xullas. Plus emas, minus bo'ladi. Mana bilan bu qisqarib ketgandan keyin suratda necha 4050 bo'ladimi? To'g'rimi? 4050 yoki 2x. X'imiz 2025 ku. 2x kosinus 1 taqsim x ekan. Plus mana o'yimiz x ku, x 4-chi deb qo'yaylik. Ichkarab ko'paytirib yuborsak buni 2x kosinus 1 taqsim x minusdan sinus 1 taqsim x ekan. Qarasak bular qarama-qarshimi? Bu ham qarama-qarshi. Javobimiz 0 ga teng bo'ladi ekan. Tamam, bu javobning javobi 0 ekan. Shu bilan milliy sertifikat original savollar bazasining 39-savollar yechimini ko'rib chiqdik. Agar xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Barchaga omad.